Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun yana WordPressning navbatdagi 7-darsligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 6-darsimiz davom bo'ladi. Nimaga 6-darsimizda qisqaroq qildik? Sababi o'zim ham video ko'rayotganimda, ya'ni yarim soatlik, 40 minutlik, 1 soatlik videolarni to'g'risini aytaman, ko'rishga erinaman yoki yarimida yoki bo'lmasa tez-tez o'tkazib olishga harakat qilaman. Men uchun qisqa videolar juda ham qulay va yaxshi samarali deb bilaman va o'shaning uchun ham videolarni uzaytirmagan holatda 10, 12, 15 daqiqacha ichida yoki 5-6 daqiqa mo'ljallab qilyapman. O'tgan darsligimiz davomini hozir mana ko'rib tanishib chiqib ketamiz. Xo'p. Bugungi darsligimizda, ya'ni o'tgan darsimizda davomi. Ya'ni biz qayerda to'xtagandik? Slayd ko'rinishini qilayotgan edik. Xo'p, slayd ko'rinishini qilayotgan bo'lsak, bugun sizlar bilan mana widgetlar haqida gaplashamiz. Xo'p, ushbu widgetimiz slayd holatda bo'ldi va slayd holatda qilganimizdan keyin konteynerimizda opublikovat tugmasini bosamiz. Ya'ni opublikovat bu nima degani? Tasdiqlash degani bo'ladi. Mana aytaylik, xizmatlar bo'limida mana bu holatda bizda slaydlarimiz paydo bo'ldi. Nimaga bizda ikki tomonimiz ochiq? Chunki biz sahifani tahrirga kirganimizda biz pamalchani holatda berdik. Agar biz buni full width, ya'ni ekran bo'yicha, ya'ni ekran bo'yicha barcha kengligi bo'yicha oladigan bo'lsak, bunda ya'ni videolarimiz mana ekran bo'yicha oladi. E'tibor berganingizdek, zagolovka ham yo'qolib ketdi, chunki Elementorda zagolovkasi ko'rinmaydi full width holatida. Endi ushbu sahifani yana tahrirlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, bitta yangilab olamiz. Shu sababiki biz ekranimizni full width holatda olib keldik. Endi e'tibor beramiz. Xo'p, bizda nima bor? Bizda dastlabki holatda bu yerda 400 pikselli, ya'ni balandligi 400 pikselli bo'lgan slayderimiz turibdi. Aytaylik, buni mana biz 640 piksel qilamiz. 640 piksel qilganimizdan keyin bizda e'tibor beradigan bo'lsak, pastda nimamiz bor? Razmer font, ya'ni fontning o'lchamlari turibdi. Biz prikrepit qiladigan bo'lsak, bizga butun kengligi bo'yicha slaydimizni oladi. Xo'p, va o'rtaga center qiladigan bo'lsak, ya'ni rasmni o'rtasidan olib kelib beradi. Bu esa deletilness, ya'ni o'tish vaqtini belgilab beradi. Ya'ni misol uchun, yo'q, umumiy sekundligi, переходda esa 500, ya'ni переходнигini bizga o'tkazib beradi. Xo'p, leniviy загрузка degani sekin, ya'ni загрузка sekinroq bo'ladi. Effektga bu esa effekt bo'yicha o'tadi, ya'ni effekt bilan направление bo'ladi. От и до, ya'ni kirishi yoki chiqishi holatda bo'ladi effektni. Buni ham o'zingiz bemalol ko'rib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi navbat, bu yerda elementning o'zining funksiyalari bor. Bular bilan hozircha sizlar bilan tanishib o'tib ketamiz. Ya'ni bular nima degani? Xo'p. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu oddiy widgetlarni qo'shish bo'ladi. Bunisi esa настройка sayt, ya'ni saytning Elementor bo'yicha настройкасы hisoblanadi. Bu yerda nimalar bor? Tanishib o'tib ketamiz. Globalniy svet degani nima degani? Ya'ni biz svetlarni, ya'ni ranglarni, font sizlarni, ya'ni fontlarni yoki bo'lmasa o'lchamlarini biz o'zimiz global holatda berib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni uni chaqirib ola olamiz. Mana aytaylik, bizda hozir первый, ya'ni birinchi rangimiz mana shu rang turibdi va ikkinchi rangimiz bu rang turibdi. Tekst uchun bu rang va aksent uchun bu rang bo'lib turibdi. Xohlasak yana o'zimiz qo'shishimiz mumkin. Aytaylik, customli rang. Misol uchun custom deb yozadigan bo'lsak, custom rangi aytaylik biz qanaqadir ko'k qilib olishimiz mumkin. Mana ko'k. Hop, aytaylik, ko'k rang customli rang bo'ldi biz uchun. Bu nima uchun kerak bizga? Bu shunday narsaki, ya'ni koddan xabari borlar uchun bu var, ya'ni o'zgaruvchi ranglar, ya'ni hamma joyda ham rangni o'zgartirmasdan bitta shu globalni qilib olasiz va shu rangni berib o'tib ketasiz. Shu tariqasida ya'ni fontlarni ham, shriftlarni ham bersak bo'ladi. Qaysi shriftdan foydalanaman, necha razmer bo'ladi, hammasini shu yerdan berib, birinchi razmer shrift, ikkinchi razmer, qaysi razmerda berib o'tib ketsak bo'ladi. Endi hop, keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, tipografiya, ya'ni H1, H2, H3larni biz juda yaxshi bilamiz va o'shalarni ham bu yerdan biz globalniy holatda berib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni H1imizda aytaylik, razmerini 60 piksel qilgin va rangini shunday qilgin deb bemalol bu ham berib o'tib ketsak bo'ladi. Va knopkalar shu yerdan rasmlar, polya formalarni hammasini global holatda. Global nima degani? Bu globalni yana qaytib o'tib ketaman. Global bu umumiy o'zgaruvchi. Ya'ni bitta to'g'rilab qo'yasiz, ya'ni knopkani va o'sha yerdan, ya'ni widgetlardan bemalol chaqirib ishlata olasiz. Mana shu narsa global hisoblanadi. Hozir ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, e'tibor beramiz. Keyingi holatimiz mana bu yerda struktura bo'limi. Struktura degani bu mana saytni, ya'ni konteynerlarning ichki qismlariga ustiga bossak, mana konteynerimiz pusta bo'lganligi uchun ichida ko'rinmayapti. Aytaylik, ichiga bitta o'rtasiga sahifa qo'shib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni
title qo'shib qo'yadigan bo'lsak, zagolovkasi bu yerda ko'rinib qoladi. Xo'p, keyingi bo'limimiz ko'radigan bo'lsangiz stressdan, ya'ni sahifani nastroykasi bu yerda. Bu yerda esa ahamiyat bersangiz adaptivkalar, ya'ni Elementorda shunisi yaxshiki, biz bemalol saytlarimizni adaptivka, ya'ni planshet yoki bo'lmasam telefonga ham moslab ketishimiz mumkin. Endi bu kontrolni spisk bo'ladi bunisi. Bunisiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yangiliklarni bizga kelib turadi, ya'ni Elementor haqida yangiliklar. Bu yerda esa qidiruv, xohlasak qidiruv widjetlarini qilishimiz mumkin. Bu yerda yordam olishimiz mumkin. Bu yerda esa biz o'zgartirgan narsamizni vaqtinchalik ko'rishimiz mumkin. O'zgarmagan holat mana bu holatda, mana. Ko'rib turganingizdek ushbu holatda ko'rishimiz mumkin. Endi opublikatni ko'rdik, ya'ni biz srazi sahifaga dabro berib yuboramiz. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, biz konteynerda mana bu yerda raschina bo'limi qolib ketdi bizda. Raschina nima degani? O'tsi bu margin degani, ya'ni tashqaridan margin, unutmaylik. Bu esa padding hisoblanadi. Ya'ni bu tashqaridan, ya'ni kichraytiradi, korobkani qisadi, bu esa korobkani ichidan qisadi mana. Ya'ni korobkani ichidan qisadi. 100 megapiksel. Buni ham bemalol o'zimiz berib o'tib ketsak bo'ladi. Va bu yerda qanday, qayerda joylashganini ham berib o'tib ketamiz. Bu yerda Z indeksi va bu yerda pozitsiya qilishimiz mumkin. Position absolute fiksирование qilishimiz mumkin. Ya'ni sahifani aytaylik, sahifani fiksирование qiladigan bo'lsak, scroll qilgan paytimizda scroll bilan birga tushib keladi. Keyingisi esa effect divisional, ya'ni misol uchun bu narsani bu pro versiyasida mavjud, bu esa oddiy versiyasida mavjud. Misol uchun fade in second paydo bo'lish. Mana xuddi shunday animatsiyalarni bersak bo'ladi. Transformatsiya, ya'ni ranglar, orqa masshtablarni hammasini bu yerdan transformatsiyalarni to'g'rilasak bo'ladi. Adaptivkasi, ya'ni bu nima degani? Kompyuter versiyasida ko'rinmasin degan bo'lsak, bu kompyuter versiyasida ko'rinmaydi. Bu qanday bo'ladi? Hozir mana ko'rmoqchi bo'lsak, bizda hech narsa ko'rinmaydi mana. Chunki biz kompyuter versiyada biz buni ko'rinmaydigan qilib qo'ydik. Ochib qo'yadigan bo'lsak, bu ochiq holatda. Planshet yoki mobilni. Atributlar Pro, ya'ni Elementor Pro versiyasida mavjud. Bu esa pользовательский CSS degani, ya'ni o'zimiz bu yerda CSS yoza olamiz. Bu ham Elementor Pro versiyasida mavjud. Xo'p, yana ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Ushbu video pastida silka qo'yib ketaman, ya'ni o'zimning Telegram sahifamda. U yerda esa nimalarni kutyapsizlarni, bu yerda bepul temalar va bepul pluginlar sizlarni kutib turibdi. Ya'ni Elementor Pro yoki Custom File, Advanced Customs File Pro versiyalari hammasi bepul holatda. Temalarni ham, siz xohlagan temalarni bepullarini ham o'zimning Telegram kanalimda olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, biz banner bilan to'xtab qoldik. Aytaylik, bannerni hop biz bu yerdan o'chiramiz va keyingi ma'lumotga o'tib ketamiz. Endi keyingisi nima bo'ladi? Yana bitta konteyner ochamiz o'zimiz uchun. Buni aytaylik, banner qildik. Endi keyingisi, hop aytaylik, keyingisi biz nima qilishimiz mumkin? Ko'ramiz. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, konteyner bor, setka bor. Setkani ham tanishib o'tib ketamiz. Setka degani, ya'ni bitta qatorga nechta va nechta qator bo'lsin degan. 4 ta qiladigan, 34 ta qiladigan bo'lsak, 34 ta, 4 ta qiladigan bo'lsa, 4 ta yoki 3 qator qiladigan bo'lsa, 3 qator yoki 1 qator qiladigan bo'lsa, 1 qator. Bemalol bu yerda o'zimiz uchun berib o'tib ketsak bo'ladi. Setka, ya'ni bu grid funksiyasi hisoblanadi. Keyingisi bazaviy, ya'ni Elementorda bazaviy funksiyalar. Elementor emas, WordPressning bazaviy funksiyalari hisoblanadi. Xo'p, birinchisida ko'radigan bo'lsak, ya'ni hozir biz sizlar bilan ko'rib o'tib ketdik. Zagolovka, ya'ni bu title bo'limi bo'ladi. Ya'ni mana ko'radigan bo'lsak, zagolovkani chekiradigan bo'lsak, bizda zagolovkaning nomi aytaylik, test 1 misol uchun. Ushbu zagolovkani, ya'ni ushbu sarlavhani biz xohlasak silka qilishimiz mumkin. Ya'ni bosganda qayergadir o'tib ketadigan qilishimiz ham mumkin. Buning uchun biz nima qilamiz? Ya'ni silka berib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda ham biz o'zimiz uchun belgilasak ham bo'ladi. H1 yoki H2, H3 qilib belgilab ketsak bo'ladi. Endi har bitta widjetda bilingki, o'zini содержимыйсimi, ya'ni tekst yozadigan yoki rasm qo'yadigani bor va stili bor. Ya'ni o'zini stil qilsak bo'ladi, ya'ni buni o'rtaga olsak bo'ladi, chetga olsak bo'ladi. Butun kenglik bo'yicha qo'ysak bo'ladi tekstlarni va o'ziga customni desak ham bo'ladi. Font bersak bo'ladi. Va uni razmerini bersak bo'ladi. Mana bunday holatda qilib bersak bemalol mana bo'ladi. Mana bemalol bersak bo'ladi. Mana 40 bemalol bersak bo'ladi va uni qanday qilib jирный yoki jирный emasligini bemalol qilsak bo'ladi. Va buni verniy registr, ya'ni katta harflarda yozsak bo'ladi mana bunday qilib. Yoki bo'lmasam обычный kursiv yoki kursiv holatda qilsak bo'ladi. Pamalchani patay yozib qo'ysak bo'ladi, yo liniya ustiga chizib qo'ysak bo'ladi. Mana hammasi shu yerda mavjud. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oson. Uning uchun
ozgina sabrli bo'lib, hammasini ko'rib chiqish kifoyalik qiladi. Liniyasi bemalol hammasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi va rangini ham bu yerdan o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Mana qora holatda, lekin mushga borgan holatda qanday holatda bo'lsin aytaylik, mana shu rangda bo'lsin mana. Ko'ryapsizmi? Xuddi shunday qilib to'g'rilab chiqsak bo'ladi. To'xtalib o'tmaymiz bunga. Bu yerda tanishib o'tdik, ya'ni ichkaridan tashqaridan padding va mergerlar bu yerda. Hop, keyingi masala, keyingi widjetimizga o'tadigan bo'lsak, bu ya'ni sarlavhasi, bu esa rasm. Ya'ni biz o'zimiz uchun ya'ni rasm qo'ysak bo'ladi. Rasmni qo'ysak mana bu yerga. Endi rasm qo'yayotganimizda ko'rishingiz mumkin, bu atribut altlar, ya'ni ya'ni altga biz pamalchani bu yerga nomini berib o'tib ketsak bo'ladi. Va bu yerdan biz bemalol yoki rasmga opisiya berib ketsak bo'ladi, deb podpis qo'yib ketsak bo'ladi. Endi bu yerdan e'tibor bersangiz, o'lchamlarini ham ko'rishingiz mumkin. Kichkina holatda mana rasmni qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki bo'lmasam large yoki customni qilib o'lchov bersangiz ham bo'ladi. Yoki rasmni bosganda boshqa sahifaga o'tib ketishni ham bu yerdan belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Mana borasiz, bemalol boshqa sahifaga o'tib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, endi keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, rasmni bu yerdan mana stilda katta yoki kichkina qilib bemalol katta yoki kichkina qilishingiz mumkin. O'zingiz navideniyada boshqa rasm qilishingiz mumkin. Xuddi shunday qilib bunda ham ishlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi masala, aytaylik video qo'yamiz. Video qo'yadigan bo'lsak, bemalol videomizni YouTubedan yoki bo'lmasam Vimeo yoki shunga o'xshagan serverimiz o'zidan ham videolarni olib kelsak bo'ladi. Keyingi masalani o'tadigan bo'lsak, hop, qisqacha tanishtirib o'tib ketyapman. Knopka, ya'ni battonlar. Battonlar qanday bo'ladi? Ustiga bemalol uni ham olib kelgan holatda button nomini yozib, bu yerga ya'ni silkani qo'yib, bemalol perexod qilib o'tib ketsangiz bo'ladi. Bu battonda ham stillari o'zingiz bersangiz bo'ladi. Ya'ni bu hozirgi qo'yayotgan stillarimiz hammasini WordPressni o'zini pamalchani stillari hisoblanadi. Endi qisqacha tanishtirib o'tib ketdik. Ikonka bo'limi bor va mana bu yerda Elementor Pro'dagi widjetlar. Aytib o'tganimdek, Elementor Pro o'zi pulli, lekin meni kanalimga o'tsangiz, u yerda ham tekin versiyasi bor. Bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Mutlaqo bepul va xavfsiz Elementor Pro, Advanced Customs va har qanday pluginlar, turli pluginlar va temalar ham mavjud.